Bolasini ushlab tur, kep qo'ymasin. Ishlab turibman, aya. Nima qilding? Nega ushlamaysan? Qani chop. Ushla dedim, ushla dedim. Nima qilding? Nima yeysan endi? Ota bo'lmading. Ayam keldi. Aya, qaydan kelyapsiz? Gulchi xolay mushkul kishat qilgan ekanman. Nima qildingiz? Uyga olib borib ochma, dadan kelsin kechki ovqat yeymiz. Xolalaring hamma nevaralarni, bolalarni yetaklab borib, men ham seni olib borsam bo'lar ekan. Qayda ko'rgansan somsa bilan olma yegan. Qo'y bitta-bittaga. Kunda yegan och bo'lar, oyda yegan to'q bo'lar deb, turmonlarga qara. Az gapga televizor ko'ray. Ko'r. Kuni kecha 14 yoshli yigit shaxmat musobaqasida g'olib bo'lib, onasiga Equinox mashinasini sovg'a qildi. Mollar sug'orib kelaman. Aya, men olib keldim. Anaqa qo'y. Orqamdan o'tma, non tushib ketadi. Men aytdim senga orqamdan o'tma dedim. Orqamdan o'tma dedim. Alo. Allalan aytay jonim bolam. Aya, O'chir ovozingni, sekin gapir. Panja kanga kelgan gaz balon kepti, borib almashtirib ki. pampersam olib kelaymi, aya? O'zim kecha lalaku olib kelganman. Allaya la. Tagi quruq, tinch uxlaydi, allergiyam tashirmaydi. Allaya. Yo'qchi. Hali o'g'li zo'r boradi, shunchasi oson bo'lmadi. Alla de. Allah.